Tinchlikmi onasi? Yaqin o'rtog'im bilan urushib qoldim. Ayol kishini bitta dona o'rtog'i bo'ladi. Bu ham bo'lsa turmush o'rtog'i. Har qanaqa og'ir, yengil vaziyatda yonma-yon bo'ladi. Sen o'ylama. Men doim seni yoningdaman. Sen kayfiyatingni ko'tarish uchun men senga sen yaxshi ko'rgan shokolad topib keldim. Voy, muncha zo'r. Rahmat, Ko'takon. Har doim kayfiyatimni qanaqa ko'tarishni bilasiz-a? Albatta. Voy, men yaxshi ko'rgan popkorn-ku. Sevimli ayolimga kayfiyatim ko'tarilgan bo'lsa xursandman. Voy, juda ham ko'tarildi. Rahmat. Mubina, Xolabek. qara sen so'ragan oyoq kiyim olib keldim, o'tgan safar so'raganding-a? Voy, rahmat. Muncha zo'r. Kayfiyating ko'tarildimi? Ha, juda ham. Joning omonmisan. Doim kayfiyating ko'tarib yurgin, xo'p? Assalomu alaykum odasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Sizga sovg'am bor. Qanaqa? Mana siz